Size Xudo dükkan seçen yine duvara versin Xudo bey mehriban. Dilemindan bizlere mehriban kalıp gelip getir berasıyla. Ey Allah. Xudojon billarini ne qilsin, uylarini azor qilsin. Xudojon sizlar biza yo'qlagan bo'lsanglar, Xudo sizlarni yo'qlasin. Xudojon hamisha sarvaland bo'linglar. Shunda tillaringiz qizil bo'lsin, hamisha bolalarning dog'i dardini ko'rmanglar. Xudojon ikki dunyolarini Xudojon ma'mur shamir qilsin. Xudojon hamisha shunda obro'dor bo'linglar. Berganlarga Xudo quvvat bersin. Bizlarni sizlar yo'qlasanglar, sizlarni Xudojon yo'qladi. Bunday bizlarni yo'qlagan batashlar, o'mlaring uzoq bo'lsin, bog'laring makon bo'lsin, yangi voylaga, yangi kunlarga xo'sh bog'liq Xudoy pok. Yo'llaring jo'r bo'lsin, o'qlaring xo'sh bo'lsin. Bizlarga shunday qalmani taygaki yig'lab javran ortiqmiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlarni keltiribdi, yetim taqvadan shirkatdan bizlarga tashakkur qilamiz ki bizlarga keltiribdi. Muassasdan bizlar yetim bechora sag'ir kabir shunga yeb o'ltiribdi. Shu qavmlardan tashakkur qilamiz ki Morbuzada yegilar yo'q, ichkilar yo'q, xayma yo'q, zot yo'q, zindagonlik hammasi joy-joydod yo'q. Shu mardim sizlar haqlaringga tashakkur qiladi. Bismillahirrahmanirrahim. Alloh Rabbana atina fid dunya hasanatan. Yetimler Vakfı Derneği'ne acil yardım eden hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Sağ olsun, var olsunlar. Maksat taraftan bizlerge neçe kala geldi, yoğ, burunç, her meyve zamanlar geldi. Bana karayımız yine hem bir vasayet tola geldi. Hemişe bizlerge şundan ibaret tohtatınlar. Ve bizler garip, miskin, hiç narsabız yok. Şuları getirgenlerine teşekkür kılabız. Ve hemişe yadavari kılabız. Nondaki tanım rayad okuyubuz. Çok yaxshi ko'ramiz. Bular bizlarni necha dafasida keldilar Xonasabod. Boza hammani kelibdilar. Yana uzoq yashatirlar. Va yana ham kelar inshaalloh. Da'vo qilib o'tirsa kelar. Qarna bizlar ham xo'sh, bular ham xo'sh, olam ham xo'sh. Iloyomin hammasi notamizlar. Assalomu alaykum. Birodarlar, cho'g'il yechimlar oxir qancha bo'ldi. Keldi bo'lgan hukumat tashkil qilamiz qabladan qanovat yetar bu sag'ir beva bechora har joyga ham buraya havli zindagida choy suv nima bo'ladi kam. Hech g'avo yo'q. Tashkil qilamiz malakadan mana bu oqshom o'z keldi. Uni qabla hammasi tavsiq qilyapti. Bu qablat burada xush. Yebagan masjiddan, yebagan qabdan tashkil qilamiz. Xonasi bir joy suhbatguzorlik qilamiz.
Ularga duo qilamizki, Xudo degan qabul qilsa berganlarni umrini osil qilsin. Amin. اللهم اغفره وارحمه وتجاوز عني وعنا zamonهای sobiqaga payg'ambarهای guzashtaga sadaqalarda agar yer bo'lsa bir ko'rishsa qo'yadi, ko'zdan ana o'kiradi, yonadi. Hal endi bu vaqtga mana shu ummat payg'ambar sallallohu alayhi berasa, Xudoning qabul qilsin sadaqalarni. Har birodarki shu guruh yetimlarga shularni sadaqa bergan ekan, shularni Xudo darboriga qabul qilsin. Bu kishining otlarida mana shu bo'lardi.